Chet eldeki Uyg'urlar madaniyatini saqlab qolish uchun tirkashmoqda. Xitoy Uyg'urlar boshchiligidagi Sharq Turkiston xalqini va ularning kulturini tamoman yo'qotib etish siyosati yurgizayotgan navbatdagi arq ko'rinishda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlar o'z kimligini va kulturini saqlab qolish hamda mustaqillik engini kuchaytirish uchun nurg'un tirishchanliklarni ko'rsatmoqda. National Geographic'ning mazkur maqolasi ana shu xil kultural kurashlarning Turkiyadagi o'rnaklaridan ba'zilarini to'plagan. Turkiya O'rta Osiyoning sirtidagi Uyg'urlar eng ko'p to'plashib yashayotgan davlat bo'lib, bu yerda taxminan 50 ming Uyg'ur borligi mo'ljallanmoqda. İstanbulning Salimpasha rayonidagi o'quv Uyg'ur maktabining yozliq o'qish bitirish marosimida o'quvchilar ay yulduzliq ko'k bayroq chiqardi. Ondan maktab mudiri Habibullah Kusani biz bir kuni bu bayroqni o'z vatanimizda lapildatamiz. Buningga tayyormisizlar deb so'radi. O'quvchilar tangla, tayyormiz deb javob berishdi. O'quvchilar bu marosimda yana o'z vataniga aloqador she'rlarni o'qishdi. Halbuki bu bayroq, dialog va she'rlarning hammasi Uyg'urlarning o'z vatanida talto'kis cheklangan. Bu yerdagi Uyg'urlarga nisbatan har qanday shaklda o'z kulturini namoyon qilganlik Xitoyga qarshi chiqqanlik edi. Takamasa Sheyda asli Sharq Turkistonning Urumchi shahridan bo'lib, 2008-yili yo'ldoshi bilan Yaponiyaning Saitama nahiyasiga ko'chib kelgan. Ularning 2 o'g'il va 1 qizi bor. Ular 2017-yili Xitoy doiralari Uyg'ur va yerlik boshqa millatlarga qartilgan bostirishni kuchaytgandan keyin yurtga qaytalmagan. Halbuki Sheydaning bolalari bu jarayonda ona tilini unutishga boshlagan va u bolalarga Uyg'urcha gap qilsa, ular yaponcha javob qaytaradigan bo'lib qolgan edi. Shuning bilan u yo'ldoshi bilan maslahatlashib, yozliq ta'tilda bolalarini Istanbuldagi mush maktabga avatishni qaror qildi. Sheydaning bolalari Istanbulga kelgandan keyin ko'pinchisi mush yerda yashaydigan o'quvchilar bilan birga savoddosh bo'ldi. Ularning ba'zilari ota-onasi Sharq Turkistonda Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilinganlikdan yetim bo'lib qolgan bolalar edi. Yana ba'zi bolalar Germaniya, Fransiya va Kanadadan kelgan edi. Sheydaning 2 o'g'li bu yerda Uyg'ur tilida so'zlash va yozishni o'rgandi. Hatta ularning biri marosimda she'r deklamasiya qildi. Sheyda bu vaqtda yig'lavatgil tasli qoldim. Chet elda shuncha yil yashaptimiz. Men bu barliq Uyg'urlar vatanimizni bakli seg'indiq dedi. İstanbuldagi Uyg'urlarning nurg'uni uzun ko'chmanlik tarixiga ega Zaytunburnu rayonida yashaydi. Uyg'urlar bu yerda oshxona, qassobxona, milliy mallar do'koni va atlas, ipak, do'ppi qatorliq narsalarni sotadigan nafs buyumlar do'konlarini ochishgan. Shundaqla Zaytunburnu rayonidagi jimjit bir ko'chada Abdujalil Turanning kitobxonasi bor. 1990-yillardan boshlab Uyg'urcha asarlarni yozish, besish, raqamlashtirish va tarqitish bilan shug'ullanib kelgan 64 yoshli Abdujalil Turanni odatda mush yerdan topqili bo'ladi. U oldingi asrning 60-70-yillarni boshdan kechirgan bo'lib, Sharq Turkiston ko'chalarida saqchilarning musodir qilingan kitoblarni ko'ydirayotganligiga shohid bo'lgan. U ashundaq ishlarning yana takrorlanishidan ansiraydi. Shunga u o'zining do'koni haqida bu do'konning asosiy roli kitoblarni saqlab qolishdir. Agar Xitoyning siyosati mushu paytda davomlashsa, undaqda bu kitoblarning ba'zilari, hatto mutlaq ko'p qismi Sharq Turkistonda yo'qolib ketadi. Bo'libmi, adabiyot bilan she'r Uyg'urlar uchun alohida muhim. Chunki bu yozma asarlar Xitoy doiralari qabul qila olmaydigan haqiqat va fikrlarni vositalik ifodalashga imkoniyat yaratgan bo'lishi mumkin, dedi. Abdujalil Turanning kitobxonasida tarixiy romanlar eng yaxshi sotiladi. U bu haqda munolarni bildirdi. Davlat bekitgan tarixiy bayonlardan chatnashman qilingan bir davlatda Uyg'ur yozuvchilari haqiqiy voqealarni to'qilma sifatida yozishgan. Ammo 2017-yili bostirish boshlangan vaqtda bu ularni qutqizib qola olmadi. Aksicha, ziyolilar birinchi bo'lib tutqun qilindi. Yozuvchilar g'oyib bo'ldi. Shoirlar turmaga tashlandi. Ondan u Uyg'ur tarixiga oid ensiklopediyani ichib, 2017-yili jazo lagerida qazo qilgan bir olim tunishtirilgan turni ko'rsatdi. İstanbulda yashaydigan 32 yoshli Uyg'ur tadqiqotchi, adabiyot o'qituvchisi va faoliyatchi Mehmet To'xtatavullarning Urumchida ma'lum danglik bir Uyg'ur yozuvchisi, bu kishi keyin turmaga tashlangan, bilan birga tamoq yeyish jarayonidagi suhbatini bayon qilishicha, mazkur yozuvchi uning mundaq degan:
Biz yezishga tegishli bo'lgan narsalarning hammasini o'xshamagan usullar va ismlar bilan yezishga tirishamiz. Agar sizlar yosh avlodlar shu asarlardagi ismlarni almashtirib, ya'ni asli egisini tepib baqsanglarlar, bu asarlar haqiqiy tarixga aylanadi. Dinning roli. Türkiyədəki Uyğurlar bulubmu yaşanğanlar adətdə Şərq Türkistanda rioya qilishga imkoniyat bo'lmagan diniy ahkomlarga rioya qilishidi. Ayollar çümbel artıdı, erlar saqal qo'ydi. İctimai faoliyatlarda ayollar ayrim o'ltirdi. Zaytunburnuga ancha yiroq bo'lmagan Safagoy rayonida bir yer osti masjidi bor bo'lib, bu masjidning imomi Mahmud Muhammad bu yerda odatda jamoat namoziga 150 dan 200 gacha odam yig'iladi deydi. Bununla nisbeten İslam dini Uyghur kimligiga baravar. Shundaqla Uyghur kimligining Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda mavjud bo'lib turalishi uchun favqulodda zarur. Uyghur tarixi bo'yicha din har vaqt kimlikni qo'g'daydigan qalqon bo'lib kelgan. Kuchli diniy e'tiqod ega kishilarning milliy kimlik tuyg'usimi shuncha kuchli bo'ladi, deydi u. Gerçi Turkiyadagi Uyg'urlarning soni ko'p bo'lsa-mu, ammo bu yerdagi Uyg'ur kulturi texmi yo'shirin assimilyatsiyaning tahdidiga duch kelmoqda. Ata-onalar hamisha bolalarning turklarning tilidan yemak ichmagicha bo'lgan hamma narsani qabul qilishga moyil ekanligini vayisishadi. Halbuki Uyg'urlarning o'z vatanidagi kimligi yo'qotilish xavfiga duch kelayotgan mushkullarda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar duch kelgan bu xil xiris va ularga qanday taqobil turish Uyg'urlarning mavjudligi uchun favqulodda muhim.